Odamlarni boshqarishni istasangiz, mana bu usullarni o'rganing. Sizdan uzr so'ragan odamga hech qisi yo'q demang. Aksincha, rahmat deng. Shunda ular qilgan xatosini qaytib takrorlamaydi. Ustingizdan kulmoqchi bo'lgan odam Odamlarni boshqarishni istasangiz, mana bu usullarni o'rganing. Sizdan uzr so'ragan odamga hech qisi yo'q demang. Aksincha, rahmat deng. Shunda ular qilgan xatosini qaytib takrorlamaydi. Ustingizdan kulmoqchi bo'lgan odamga qarab, nim tabassum qilib qo'ying. Bu uning xohishini so'ndiradi. Yoningizdagi odam baland ovozda gapiraversa, "Yomon kun bo'ldimi?" deb so'rang. Bu uni to'xtatadi va past ohangda gapira boshlaydi. Zerikarli suhbatni to'xtatishni istasangiz, yerga biror narsangizni bildirmay tashlang va uni olayotganingiz mavzuni boshqa yerga buring. Navbatdagi usul biroz g'alati, lekin foydasi tegadi. Hammaning e'tiborini qaratmoqchi bo'lsangiz, osmonga hayratlanib qarab turing. Bu atrofdagilarning e'tiborini tortadi. Yana mana shunday usullarni o'rganmoqchimisiz? Mana bu havola orqali o'tib, o'rganib olsangiz bo'ladi. Kirish bepul.